Qozog'istonga chiqib kelganimizdan keyin 2 haftadan keyin sразу eksport boshlangan. Bizning asosiy maqsadimiz bormasdan turib ham eksport qilishni o'rgatish. Chet eldan klient chiqyapti, lekin kelyapti, nima qilish kerak deb savol berishadi. Har bitta davlatga men o'zim ishlab chiqqan sistema bor. O'zbekka kirgan odam men 15 yilda bosib o'tgan narsani 3,5-4 yilda menga yetib oladi. Tadbirkor uchun boyishi, keyingi levelga o'tishi siri Отходsiz ekologik toza produkt. eshitsa-da, Anvar akam zo'r gapiryaptilar deb uyda yotib tursa, eksport bo'lib ketadimi? Obyemingiz 4 barobar oshdi. Odam ishchilaringiz soni 3 barobar oshdi. 9 ta masterni ham bir kunda ketkazaverasanmi deydilar. O'zbek a'zolariga aytaman. Chunki buni ommaga aytib bo'lmaydi. Barcha o'zbek tadbirkorlariga Alloh omad bersin. Biri 10 bo'lsin, 10i 1000 bo'lsin. Qisqacha qilib aytaman, hozir mana O'zbekka a'zolari bilan birga faxriy a'zo bo'lgan 3 yildan beri biz bilan birga hamkorlik qilayotgan Dekomatic Plus rahbari Umid akam bilan va ularning zavodlari, ularning sotuv bo'limlari, ularning eksport bo'limlari, ularning HR ya'ni xodimlar bilan ishlash usullari, marketing bo'limlari qanaqa ishlayapti va shu 3 yil ichida nima yutuqlarga erishdilar va 3 yil ichida haligacha e'tibordan qoldirgan yana bir ikkita bo'lsa ham narsalar bormi yo'qmi, shularni muhokama qilamiz. Mana o'zbek a'zolari ham kelishgan, Umid akamga havas qiluvchi, nafaqat menga, hozir Umid akamga ham havas qilishyapti. Nima natijalar erishdilar, nima xatolarga haligacha yo'lga qo'yilgan va ularni tuzatish kerak. Полевой разбор shu bo'ladi. Hozir полевой разборimizni boshlaymiz. Umid aka, mana tashkilotingizga keldik. Esingizda bo'lsa 3 yil oldin kelganimizda sizda bitta liniya ishlardi, to'g'rimi? Bitta liniya. Ikkita liniya, bittasi ishlamasdi, eski liniya edi. Bitta ishlardi, ikkinchi bitta liniya ishlayotgandi men kelganda. O'zim ko'zim kam edi, bolalar so'q edi. Eksport endi boshlangan payt edi, okey? Ha. Eslasangiz, Turkmanistonga shu birinchi eksportimiz Turkmanistonga edi. Ha. Juda ham kam bo'ldi. O'shanda uje, ya'ni siz Qozog'istonga borib, Qirg'izistonga, Bissiyaga borib kelganimizdan keyin ulardan oldin turkman chiqib, topib turkmanga sotishni boshlab yubordik, to'g'ri? Zo'r chiqqan. Ha? Zo'r chiqqan bu. Ajoyib bo'lgan. O'zingiz bergansiz-ku. Ha. Kontaktlarni mana qilsin. Mergan ekan. Mergan. Ya'ni men o'zimga kelgan, internetdan kelgan turkmanistonlik bir insonni siz bilan tanishtirdim va siz o'shanga birinchi partiya molingizni chiqardingiz. Uni ketidan delegatsiyaga bordingiz, delegatsiyada yana missiyada klientlar topdingiz, 3 oy, 4 oy. Ya'ni sizga savolim, men bilan tanishganingizdan keyin necha oydan keyin ilk ekspertiza, bir furali ekspertiza qildingiz? Qozog'istonga chiqib kelganimizdan keyin 2 haftami? 2 haftadan keyin sразу eksport boshlangan. Imini Qozog'istonga. Tanishgan kuningizdan boshlabchi? 1 oy deylik, 1 oy, okey. Ha, tanishganingizdan keyin 1 oydan keyin eksport yo'lga qo'ydingiz. Mana shuning uchun ham aytaman, Umid akam chempionlar deyman. Mana tanishgandan keyin siz nima o'zgarishlar qildingiz korxonangizda? Okey, juda ham ko'p narsa oldim bu. Masalan, 3 yil ichida, misol uchun mana oddiy price listingizni o'zgartirdingizmi? Tam yana kontraktlaringizni ham bir check-up, revise qilib ko'rdingizmi? Nimalar qildingiz o'zi? Shu bir qiziqdi hammaga. U O'zbekka a'zo bo'ldim, xo'p, nima qilish kerak? Prosta uyda yotaversa ham yoki eshitsa-da, Anvar akam zo'r gapiryaptilar deb uyda yotaversa ham eksport bo'lib ketadimi? Maqsadim nima bo'lgan? Imini eksport bo'yicha bo'lgan. Sizdan olmoqchi bo'lgan bilimim eksport bo'yicha bo'lgan. Eksport oldik, masalan, mana hozir o'sha paytdan beri 3 yil ichida 4x ga oshdi-da eksportimizni o'zi. Masalan, to'g'ri eksport qilishni o'rgandik. To есть klientlar bilan qanaqa muomala qilish kerak, qanaqa переговор olib borish kerak, uni ko'ndirish, misol uchun, uni ko'ndirgandan keyin keyinchalik qanaqa ishlash kerak bu klient bilan. Mana shu hamma narsani okey, olgan bilim sizdan bo'ldi, okey. Asosiy maqsad o'zi eksport bo'lgan. Lekin undan keyin yana boshqa narsalar ham qo'shilib ketdi. Bitta savol beraman sizga. Katalogingizni o'zgartirdingizmi pul sarflab? Ha, o'zgartirdim. Переговор olib borishdan o'rgandingiz, to'g'ri? Переговор okey 100% o'rgandim. O'zi mana nima uchun men bilan har bitta missiya turga borasiz? Okey, borishdan maqsad dunyo bozorini o'rganish o'zi. Asli maqsadi bozor analiz qilish. Bozorni analiz qilish bu birinchisi. Bu bir, ikkinchisi o'sha borib u yerda odamlar bilan tanishib, do'stona munosabat o'rnatish. Networking. Uchinchisicha shu paytgachasi.
mana masalan siz eksport qilasiz-ku, men adashmasam, okey, 100% desam noto'g'ri bo'ladi-yu, bir 60% anaqangizni olganman men. Chunki qarab turib, usullaringizni qarab turib, u misol uchun savollar berib o'rgating emas. Bu yerda nima bo'lyapti? Mana missiyaga boramiz-ku. Faqat o'zim ish anaqa bilan yuravermasdan, nimaga men sizni agar bilsangiz, nimaga yuraman, okey? Qarab shu usullarni o'rganish uchun, qanaqa переговор olib boryapsiz, nimalar haqida gapiryapsiz, qanaqa informatsiya beryapsiz, undan nima informatsiya olyapsiz. Asosiy maqsad o'zi shu. Bir 60% olib bo'lganman, okey? Qolganlarga ham maslahat beraman. 70 deyvering, kamida 70. O'rtacha aytyapman, bir 60-70 atrofida. Lekin oldim, natijasi okey. Mana shunaqa sizdagi natijaga erishish uchun, demak, minimum bitta kompaniya 3 yil o'zini ustida ishlashi kerak. Ishlash kerak. 3 yil o'zini ustida ishlash kerak, okey. Odamni o'zida ham bo'lish kerak, okey? Masalan, 3 yil prosta vaqtini ketkazavermasdan, masalan, prosta keldim, ketdim emas. Shu bilimni ko'proq ovurish kerak ekan. Nafaqat eksport, mana hozir boshqa narsalar ham sekin-sekin, okey, ancha narsa oldim, to'g'risi. Hammaga maslahat beraman, endi bu yeng kelganlar ham bor, ancha yildan beri ishlayotganlar ham bor. Iloji boricha sizlarga maslahatim, bilimlarni ovuringlar, kam bo'lmaysizlar. 100%. Agar sizlar ham o'zingizlarning mahsulotinglarni eksportini hoziroq yo'lga qo'ymoqchi bo'lsangiz, sizlar uchun 3 kunlik Export Pro kursini tashkil qilganmiz. Nima uchun 3 kun deydigan bo'lsanglar, 3 kunning ichida 3 ta muhim mavzuni o'rgatamiz. Ya'ni eksportini nimadan boshlashni bilmayotganlar uchun zo'r imkoniyat. Birinchi kuni o'zingiz chiqarayotgan yoki mahsulot yoki xizmatingizni qo'shni davlatlarda yoki Rossiyada yoki dunyo bozorida talab bormi yo'qmi? U talabni qanaqa qilib aniqlash mumkin? Raqiblarni qanaqa analiz qilish mumkin? Qo'shni bozorlarni qanaqa qilib tahlil qilish yo'llarini o'rgatamiz. Ikkinchi kuni esa qo'shni davlatlar va Rossiyadan qanaqa qilib mijozlar topish yo'llarini o'rgatamiz. 10 dan ortiq sinalgan usullarni bilib olasizlar. Uchinchi kuni esa topilgan mijozlarni qanaqa qilib ko'ndirish, ular bilan uzoq vaqt davomida qayta ularga sotuvni amalga oshirishni sinalgan tajribalarni bo'lishamiz. Agar siz mana shu 3 kunlik Export Pro kursimizni o'qimoqchi bo'lsangiz yoki o'zingiz, agar siz vaqtingiz yo'q bo'ladigan bo'lsa, xodimlaringizni ham yoki yaqinlaringizni o'qitish orqali keyin ular bilan birgalikda mahsulotlaringizni bemalol eksportga yo'lga qo'ysangiz bo'ladi. Ushbu kursimiz 3 kun davom etadi, qisqa vaqt bo'ladi, intensiv amalga oshiriladi. O'zingiz yoki xodimlaringiz yoki birgalashib ham o'qisanglar bo'ladi. Kursimizni oxirigacha o'qib tugatganingizda eksport bo'limini patkilovchi tashkil qilishni yo'llarini o'rganib olasiz. Kursimizda ishtirok etish uchun YouTube'dagi videomizni tagida izohlarda havola qoldirganmiz. O'sha havolaga bosib, telefon raqaminglarni qoldirsanglar, menejerlarimiz aloqaga chiqishadi. Qani endi производствоga ketdimi, Umid aka? Ha, bu yoqdan, xudo xolisa mana. Tanishtiring endi mana hammaga. Boshlanadi. Kelinglar. Umid aka, men kelganimda mana bu yoq yo'q edi. Yo'q, mana bu yoq bo'lmagan. Bitta mana men bor edi. Bu yerda islasangiz dala joy edi. Bu ham ishga tushmagan edi. Yo'q, ishga tushgan. Bu polni bor edi, bu yoq yo'q edi. Mana bu yangi. Xudo xolisa bu yaqinda bir 3 oy bo'ldi. Hali oxirigacha bitmagan. Devorlar hali oxirigacha chiqadi. Demak, Umid aka, mana hozir производствоingiz shunaqangi zakazingiz ko'pligidan ikkinchi binoni qurib bitqizdinglar. Xuddi shunaqa. Mana ichida hozir ko'rasizlar, ichida 4 ta liniya bor. Bu yerda ham xuddi shunaqa, mana shu bir xil qilingan. 4 ta liniya. Ha, lekin hozircha buni как sklad ishlatyapmiz. Tushundim. Keyinchalikda xudo xolisa bu ham производство bo'lib ketadi. Bu mana shu anaqa nima deydi, sovutadigan sistema. O'zi Amerika mana bunaqa narsa, men ishlab chiqarishga o'zi qaramayman, lekin baribir qisqacha ma'lumot beraman. Tushunasiz protsesslarni. Ha, chunki bu meni ishim emas, men aralashmayman bu narsaga. Chunki bizda jamoa bo'lgani uchun har bitta odam alohida o'zini ishini bajaradi. То есть menda misol uchun zbit savdo sotiq bo'lsa, misol uchun ishlab chiqarishga Muzaffar ukam qaraydi, bizning katta shanaqamiz bor, u dokumentatsiya boshqa narsaga ular alohida qiladi. То есть 3 taga bo'linib olgan. Chunki ishimiz oson. Ya'ni ishi majburiyati ham taqsimlangan. Ha, taqsimlangan. Sinabjeniya boshqa odamda. Da, xuddi shunaqa. Zbit sizda, ishlab chiqarish ukangizda. Da, xuddi shu. Endi menda ya'ni sheriklar bo'lishib olgansizlar. Zbit asosan meniki eksport bo'ldi. To'g'ri. Eksportga o'zim qarayman. Ichki bozorga ham boshqa odam qaraydi. Ichki bozorga ham boshqa odam qaraydi, dilerlar bor, boshqa tarqatilgan, lekin asosiy qiladigan ishimiz men o'zimniki u eksport. Xomashyoyingiz demak PVX dan ishlab chiqarasiz, to'g'rimi? PVX Xitoy ishlatasizmi? Yo'q, O'zbekistonnikimi? Navoiy ozodniki ham bor, Xitoyniki ham bor, har xil bo'ladi, lekin ko'proq Navoiy azotdan olinadi. Mana shu Navoiy azotda bu chiqish yo'lga qo'yilibdi-da. Ha, o'sha anchadan beri bor, u ishlab chiqaradi.
Mana bu yoqda mana qozonlar, bu yoqda mana pishadi. O'sha smes qilinadi. Ko'proq PVC, o'sha o'zini Bu mellar. granulyatorda Granulyator. hammalarni olib, mix qilib, aralashtirib, smes chiqarib beradi. Smes qilib, o'sha yoq tarafga chiqarib beradi. Zo'r. Har bitta odamga shu ishchilarimizga ham zo'r sharoitlarni qilib berganmiz, aka. Ketmaydi. Aksariyat 70% odam shu yerda qolib ishlaydi, aka. Ha, ikkinchi etaj yotoqxona. Ikkinchi etaj yotoqxona, shu hammom, hamma sharoitlarni, oshxona, hammasini qilib berganmiz. Zo'r. Aziz do'stlar, bir narsaga e'tiborimni jalb qilyapti. Mana qaranglar, ko'ryapsizlar, semon suvog'i hamma yoq. Remontga unaqa katta ahamiyat berilmagan bu yoq ham. Nimaga bilasizlarmi? Toybola kompaniyasi ham xuddi shunaqa. Zo'r eksportyorlarga o'zi eksportda cho'tki bo'lib, yaxshi pul kelib turgani uchun binoning chiroyi katta rol o'ynamaydi. Chunki bizni o'sha bu sohani ustachiligimiz uchun kelgan klientimiz, ha buni zdaniyasi zo'rmikan deb biz bilan gaplashmaydi. Nechta pul qilib berasan deydi. Qancha predoplatani kamaytirib berasan? Bundan buyoniga dillar mendan boshqa hech kimga bermaysanmi degan savol beradi. Qachonki siz ham kelayotgan klientlar eksport uchun kelayotgansiz, mana shu davlatga bitta menga dilersta ber desa, bilingki siz shu sohani eng zo'risiz va qo'rqmasdan shartlaringizni qo'yib, o'sha eng katta kompaniya bilan ishlang, eng katta distribyutor kompaniya bilan. Bizning Toybolamiz ham xuddi shunaqa semon suvoli, remontlarga ahamiyat berilmagan. Sifatli bino, sifatli anaqa emas, sifatli mol chiqarish kerak. To'ppa-to'g'ri. Asosiysi shu. Xo'p, bu yoqda mana xudo xolasa mana bu yangi liniya, aka. Mana endi hozir qo'yilgan, bu xudo xolasa bu ham ishga tushishni boshlaydi. Bu yangisi. Bu yoqdagilar mana o'sha birinchi kelganingizda esingizda bo'lsa, o'sha bitta liniya, o'sha birinchisi. Eng oxiridagisi edi. Eng oxiridagi bitta edi. U eng eskisi. Xudo xolasa o'sha mashq stanok ishlayotganiga Anvar aka ishonmaysiz? 9-yil ketyapti. Voy. 9 yildan beri ishlaydi. Hali ham chiqaryapti. Hali ham chiqaryapti. Hali ham chiqaryapti. Mana ko'rsangiz bo'ladi. Umid bu ikkinchi liniyasi, Bu to'g'rimi? ikkinchi liniya. Bu necha yil bo'ldi? Bunga taxminan deta bir 5 yilcha bo'ldi. 5 yil. Lekin men kelganimda bu ishlamay yotibdi. Ha, o'sha kelganingizda faqat bittasini ishlatyapti. Bitta ishlatardi. O'sha so'rovdim, nimaga olib tashlagansiz ikkita deb. Hali bittani oxirgi ishi. Uningiz ham o'chiq edi degan talab yo'q edi. Talab kam edi. Odamlar hali bilmasdi nimaligini, keyin sekin. Yangi produksiya edi. Ha, shunaqa. Lekin bitta savol sizga. Mana qarang, mana shu отход emas, bunaqasi. Okey, bu ekologik toza produkt. Bu savolingiz sразу. Bu boshqatdan переработка qilib, aralashtirib, drabilkaga tiqib boshqatdan yana chiqadi. Bu yerdan отход chiqmaydi. Отходsiz Umuman chiqmaydi. Отходsiz ekologik toza produkt. Umuman отход chiqmaydi. Umid aka, bu manaqa laminatsiya, to'g'rimi? Ha, bu уже UV lak. Oldin bitta edi. Oldin bitta edi. Ikkita qo'ydinglar. Bu yangisi. Bu yangisi, xudo xohlasa. Bu ishlab turgan eskisi. Bu ishlab turgan, ha. O'zim misol uchun bilan ham ulguryotgandik, lekin hozir sekin-sekin shu zakazlar ko'payayotgani uchun ulgurmayapmiz, majbur bo'ldik shu ikkinchi liniyani qo'yishga. Zo'r. O'sha kelganimizda bitta bu va bitta o'sha narigi liniya. Kompleks liniya mana shu oxiridan boshigacha ishlaydi. Nariyoqda ham drabilka joyi bor. Общий nechta odam ishlardi. Hozir 4 ta liniya bo'ldi u yoqga, ikkita bu yoqda laminatli liniya bilan. Mana mashg'ulot qancha ishchisi o'zgardi. Mana obyomingiz 4 baravar bo'ldi. Ishchilaringiz ham 4 baravar bo'ldimi yo qancha o'sdi? Ishchilar hozir shunda где-то bir mana boshida 8 ta odam bo'lgan bo'lsa, 8 ta. Hozir mana 30 ta bo'ldi. 3 baravar bo'ldi aka payt. Ha, qarang, obyomingiz 4 baravar oshdi. Ha, odam ishchilaringiz soni 3 baravar oshdi. Demak, siz yana bitta ish 1 baravar ishchingiz 25% ishchi sizga ekonom bo'ldi. Xuddi shunaqa. Chunki mana biznesda qancha kattalashtirsangiz, tannarx shuncha kamayaveradi. Kamroq ishchi bilan o'sha ishni oxirigacha yetkazish mumkin bo'ladi. Zo'r. Bu yoqdan mana oxirida o'sha tayyor mahsulot chiqadi. Tayyor bo'lganaqa, lekin bu yoqdan chiqqan mahsulot hammasi bu yoqda skladimizga borib. Smenlimi? Bittaki smen bormi? Ha, ночной и дневной smena bo'ladi. Ikkita smen bo'lib ishlashadi. Ikkita smena bo'ladi. И оборудованиеlar ko'rib turgan bo'lsanglar, umuman o'chmaydi. Juda qiziq sizga savol. Kechqurungi chiqqan moldagi birak bilan kunduzi chiqqan birakka solishni o'lchaganmisiz? Shuni sizda farqi yo'q. Отслеживание qilganmisiz, kuzatib? Qilganmiz farqi yo'q aka. Farqi yo'qmi? Bir xil aka. Demak, sizdagi KPI, HR sistema zo'r yo'lga qo'yilgan. Ha, chunki u ishlayotgan bolalar dnevnoyda ham, nochnoyda ham hammasi shu tajribali, shu 9 yilga tajribaga ega bo'lgan xodimlar ishlaydi. Hamma kuzatayotganlarga ham shu videoni kuzatayotganlarga aytib o'tmoqchiman. Ya'ni chet eldan klient chiqyapti, lekin kelyapti, nima qilish kerak deb savol berishadi. O'zi juda usuli ko'p. O'zi avvalambor u klientlarni birinchi sortirovka qilish kerak. U kim o'zi, do'koni bormi? Joyi bormi? Qancha sotadi oyiga? Qanaqa odam u? U balkim bitta do'konning oddiy ishchisidir. U oddiy chakana savdo qilar. Yo'qtimchimi u?
yo katta importyormi? Odatda importyorlar qiziqmaydi. Ular shundoq ham Turkiyadan sizni molingizni Rossiyadan, Belarusdan, Xitoydan olib kelyapti, sotyapti. Uni o'zi ishi normalniydi. Yo'lga qo'yib qo'ygan, unga qiziqmassiz. Aptariklar bor, u masalan qiynaydi. Realga bermaydi, pulini yop deydi. O'zi odatda birinchi mashinnikroq odamlar qiziqadi. Yengi chiqib qolgan go'sht deydi, hozir buni deydi, shilaman deydi. Mana shu loh qilib, realga molini olib ketib, kiydirib, puliga deydi, mashina olaman, uchastka ko'raman deydi. Odatda eksportda bizani o'zbeklar shu yerda aldanib qolishyapti. Meni o'zimga ham 100 ga yaqin odam yozdi mana shu oxirgi 6 oy ichida. Anvar aka, Qozog'iston videoyingizni ko'rdim, Qirg'iz videoyingizni ko'rdim. Keldi, Tojikistonliklar keldi deb berib yubordim. Mol endi pulni ololmayapman. Siz aybdorsiz deydi. Sizni sotgan dedingiz, eksport dedingiz. Amma senga dedim, realga bergan dedimmi? Hech qachon realga bergan deb aytmaganman. Umid aka, bir dona klientingizga realga berdingizmi? Yo'q. Mergan akaga, Turkmanga berdingizmi? Bittasiga. Qozoq, Qirg'iz 100% predoplata. Mana 100%lik. yana bitta narsa bor, prinsip degan narsa bor. Siz klientga qanaqa prinsipda sotuvni yo'lga qo'ysangiz, u shunga o'rganadi. Voy, olmayapti-yu. Hech qaysi klient bittada olmaydi. Birinchi ish qiladigan ishi o'zi eksportda sortirovka qilib olish kerak. Endi sortirovkani qanaqa qilishni o'sha o'zbek darslarimizda, seminarlarda o'rgatamiz. Lekin asosiysi klientni bu yoqqa kelishga majbur qiladigan eng zo'r narsa bor. Menga qara, O'zbekistonga o'zi kelganmisa, yo'q bormaganman desa, bo'ldi, yedi u. Siz unga ayting, menga qara, eng zo'r gostinitsaga men to'layman pulini. F&A deydi, ya'ni food bilan accommodation. Joy, yotoq bilan ovqat beraman deydi. Ya'ni yotoq bilan ovqat mendan. Transport, logistika ham mendan. O'zim olib beraman o'sha yaxshi mashinamda sani. Plus hamma o'sha dam oltiraman ham sani. Holi masalan so'rash kerak uni, nima qiziqadi u? O'ga qiziqadimi, baliq o'ga qiziqadimi, masalan, tushunasizmi? Endi diskotekaga qiziqar ekan, diskotekaga olib kirib ketmang. Misol uchun, ha, yana halol yo'ldan dam olishiga, ham qimmatga tushib ketasiz birinchidan diskotekada. Kechidan haromga sherik bo'lib qolasiz. Ha, topoq olib chiqib. Masalan, charchagan odam ham o'zi umuman ishdan bu odam birinchidan o'zi kelayotgan odam leisure qiziqmaydi. Unga dam olish uncha qiziq emas. U aylangisi keladi. Seriozlik bo'lsa, abrez so'raydi. Mana abrez so'raganida ham, misol uchun yo'l kirasini o'ziga to'lating. Ya'ni men abrez senga tekinga jo'nataman, lekin yo'l kirasini DHL qilasanmi, kargo qilasan, o'zing to'lagin deb ayting. Nimaga? Chunki ko'pchilik odam konkurentingiz ham bo'lishi mumkin. U Erondan mol olib kelib sotyapti-da, solishtirish uchun masalan, yoki o'zi ishlab chiqaradi-da matrasni. Qani bitta jo'natingiz, matrasingiz teng bo'lib otdi kallasiz. Qimmatda uni jo'natsangiz, va shu palonpi matrasdan qimmatga tushib ketasiz. Shuning uchun ehtiyot bo'lish kerak-da. Ya'ni analiz qilish kerak. Bu klient kim? Do'koni qayerda? Masalan, bir oyda qancha sotasan deng. Qaysi davlatlardan import qilasan? Buni qiyin savollar berganingizda u tutilib qoladi. O'zi lekin katta kompaniyalar, bilib oling o'zingizga, hech qachon bu narsangizga qaramaydi. To'g'ri. Gigant kompaniyalar sizga telefon qiladi, joying qayerda deydi. Sizga savol beradi. Savolingizga javob bermaydi. Menga qara deydi, "Sen mol uchun menmi?" deydi. Men savolimga javob bergan Baxtiyor deydi. Ha, yiliga qancha matras chiqarib bera olasan deydi. Ha, menga deydi, STM qilib berasanmi deydi. Meni brendim emas, toy bolani yopishtirib matras qilib berasanmi deydi. Masalan, deski matras. Yo'q, Xo'p, bo'ldi. Kimlar bilan ishlayapsan Rossiyada? Masalan, hech kim bilan. Xo'p, boshqa qayerga eksport qilsa, Qozog'ga, Qirg'izga masalanda, ili vashyo desangiz, o'sha podozrение, ya'ni eksport uchun, masalan, ko'pincha Rossiyaga bormoqchi bo'lganlarga aytaman. Rossiyaga shoshilmaydi. Hozir mashinniklar qo'liga tushasizlar Rossiyada, ana saygaklar sizlar bilan gaplashadi, uxlatib ketadi, bo'ldi, uxlaysizlar. Rossiya bozoriga kirishdan oldin O'rta Osiyo bozoriga kirish kerak. Chunki ruslar so'raydi, qaysi davlatlarga eksport qilyapsan deydi. Qozoq, Qirg'iz, Tojik dedingizmi, 3 ta davlat, o'zi 2 ta davlat yetadi. Tojik, Qirg'iziston, Qozoq, Turkman, любой 2 ta davlat aytsangiz, u bo'ldi, yes deydi, tushundim deydi. Yillik обороting qancha deydi. Masalan, 1,5 million dollar deb aytdingiz. 1,5. Sal kamroq ekan, menga qarab ukam deydi, men o'zim 2 millionlik olaman deydi yiliga matras. STM qilib chiqarib berasanmi deydi. Bundoq qaraysiz, o'zi 1,5 million chiqarsam, lekin pulim bor, yana liniya qo'shaman-da, men chiqarib beraman senga deysiz. Ha, bo'pti, men bitta borib ko'ray deydi. Bo'ldi, qachon kelasiz deydi. Gostinitsa pastingiz aytavering taklifingizni. Ha, bu Baxtiyor juda deydi, patxalim yaxshi bola ekan deydi, muomalali bola ekan deydi, shirin bola ekan. Bo'ldi, men senga aytaman, gaplashib, o'ylaylik, rejalik, kundaligimni qaray deydi. Seriozningiz. Unaqa odamga nima qilish kerak? Shundan keyin 3 kundan keyin bitta xabar olib qo'ying.
assalomu alaykum deb mana shum bo'lib boyotadi kirib keladi-yu. Xuddi shuni endi bu obrazni aytyapman. Internet anaqa yozayotganingiz WhatsAppdanmi, telefondanmi, emaildanmi, shu assalomu alaykum ruschalab yoki boshqa qozoqchalab chiroyli qilib gapirib, aka yoki ko'ke deb turib yosh katta bo'lsa, masalan, chiroyli muomala qilib, unga o'sha men sizdan xabar olib qo'yay dedim. Nima bo'ldi, qachon kelyapsiz? Bir sizni baliq ish qo'z ekan deb ko'llarni gaplashib qo'ydim. Hozir ko'rish kerak, odam emotsiyaga berilsa, u sizni yaxshi ko'radi. Maqsad eksportda odamga o'zingizni yaxshi ko'rdirish. O'zingizni yaxshi ko'rdirmasangiz, eksport qilish do'st bo'lmaydi, qiyin bo'ladi. O'zi eksportyorlar kim degan savoliga eksportyorlar olib sotarlar. Qadimdan beri savdogarlar eksport qilgan. Ular import ham qilgan, ular eksport ham qilgan. Ya'ni eng zo'r eksportyor bu bozordagi ulgurji, optimchi bolalar. Prosta ular eksportga niyat qilsa, harakat qilsa bo'ldi. Chunki ishlab chiqaruvchi o'zini mamlatdagi mana muammolarga ko'milib ketgan bo'ladi. Hali siryoga pul qolmaydi, hali klient pulni bermaydi. Ikkita ish chiqmaydi, bittasi qonni orib qoladi. Bittasini janaza bo'lib qolsa, hamma ishi janazaga ketadi. Zakaz mamlatda bor, eksportga Bolgariyaga mol urishlariga umid ekan, bitta ishchi-yu, ana sheriklarni chaqirib, производство xo'jayini bu bola, "Men senga nima deganman? 9 ta masterni ham bir kunda ketkazaverasanmi?" deydilar. Keyin nima qiladi? Nochda yotgan bechora uxlayotgan bolalar turlaring bolalar deb ko'p ichiraladi. Bashara 4 soat ishlaveringlar deydilar. Bo'linishi kerak, aka. Ishlab chiqarish qiyin. Ishlab chiqaruvchilar ham eksport qila oladi. Qachon? Sal kattalashib olsa. Ya'ni masalan 1 oylik oboroti hatto o'sha 50 ming dollarlarga borsa, undan u yoq 100 minglarga chiqsa, o'sha 50-100 ming orasida eksport qilsa bo'ladi. Xo'p, undan kami ham qila oladimi? Qila oladi. Sal qiyin bo'ladi. Masalan, 100 ming dollardan ko'p oborotli, yili 1 million oborotli odam eksportga 3 oyda, 4 oyda chiqa olsa, yili 6 oyda. Ana 50 minggacha bo'lgan kichkina sex 1 yilda, 1,5 yilda chiqishi mumkin. Nimaga? U boraveradi, kichkina bo'lganicha uni mensimaydi, turtkilaydi. Shu qozoqlar ham, qirg'izlar ham olmaydi, qiynaydi. Ya'ni kichkina sexga eksportga chiqish sal qiyinroq. Lekin bozordagi ulgurji savdo qiluvchi optimchilarga har doim oson. Nimaga? Ular savdogar, ular tamojnani biladi. Ular molni u yoqdagi narxini ham, bu yoqdagi narxini solishtirish kerakligini biladi. Ular Qozoqqa borgandan keyin, mana Xitoyga borsa yuan bilan o'lchaydi-da. Mana любой mana materialchilardan so'rasangiz, "Mana shu futbolka nech bo'ldi? Siz bundoq qaraydi, materialni bundoq o'shaydi." Mamlakat gram ekan, mamlakat to'qilgan ekan, mamlakat nimadan paxtadan ichiga ozgina 10% poliester bor ekan, 2% elastan bor ekan deydi, bilib beradi. Bu paxtani, bu kiyim materiallar narxi Nanjingda taxminan masalan $4 deydi, bo'ldi, kilosi 4 dollar. O'sha yuanda, 4 dollar yuanda aytadi. Toshkentda mana bunaqa deb aytib bera oladi. Ya'ni savdogar odam boshqa bozorlarda qanaqa gaplashish, nima qilishi tez o'rganib oladi. Endi hozirgi kunda masalan sharoitlar zo'r-ku, misol uchun mana o'zimiz ancha yengil bo'lyapti. Mana o'zbek a'zolarimiz bor, masalan Ismombek oladigan bo'lsak, mana hozir eksport qilish bo'yicha. Chunki bu siz aytgandek qiyin protsessda, dokumentatsiya bor, hali unisi bor, hali yugurish juda ham ko'p vaqt oladi-da. Mana masalan bizga hozir oson bo'lib qoldi. Outsource qilyapsiz, ha? Misol uchun boshimni ham og'ritmayman, o'zlari hammasini qilib beradi. Menga masalan qulay bo'lib qoldi. Qozoq, qirg'izlaringizni ham bunaqa beryaptimi? Yo'q, endi u oson bo'lgani uchun, u ancha oson. Imенно hozir Yevropa bo'yicha shu arab davlatlariga xudo xolasa bular bilan hamkorlik qilish niyatim bor aka. Zo'r. Sizga savol, Umid aka, nechta til bilasiz? 3 ta. Qaysi tillar? Yo'q, o'zi 4 ta. Tojik tilini bilaman, rus tilini mukammal bilaman, o'zbek tili, ingliz tili endi chalapulcha. Ha, yo'q, o'zi ingliz tili o'qiganman. Chalapulcha nima deyotganini 100% tushunaman, lekin javob qaytarayotganimda полный 100% qaytarib bermasdim. Lekin razgovorniy, da, uni lekin bilaman. Ingliz tilini hali ishlatadigan darajada eksport qilmayapsiz-ku, hali sizga foydalanmayapsiz, to'g'rimi? Tilni zo'r bilmasdan gapirish eng katta xato. Chunki u yerda siz noto'g'ri so'z, noto'g'ri gap gapirib qo'yasiz-da, bo'ldi o'sha klient yo'qotdingiz, avtoritetni. Mana o'zi sotuvda oratorli iste'dodini ishlatib gapira olsangiz, u ta'sirli bo'ladi. Lekin masalan, Umid akamni yutuqlari mana qolgan o'zbek a'zolariga nisbatan nimaga ko'proq bo'ldi degan savolni menga berishsa, men o'zim mana bilaman, uni oxirida aytaman. Bitta o'zingiz borganingizda ham bizning vakilimiz bor, o'sha yetishtirgan ancha 3 yildan beri bizdan ishlagan vakilimiz sizga savollar berib tashadi, shularni qilib keling deb jo'natib yubordi qayta, to'g'rimi? Mana shunaqa bo'lmasligi uchun, qayta-qayta boravermaslik uchun boshidan bizni
sistema qo'yganmiz. Ya'ni bizga O'zbekka kelgan odamni, misol uchun birinchi 3 oyda tayyorlaymiz. Price listda o'zi to'g'ri tuzilganmi? Keyin rus tilini biladimi, bilmaydimi? Shunga ham qaraymiz. Yo qozog'cha biladimi, bilmaydimi? Qirg'izcha, tojikcha. Bilmasa, keyingi etaplar aytamiz. Mana bunaqa qilgan. Mana bunaqa narsa qilsangmi? Ha, keyingisi qozoqlar bilan qanaqa gaplashish kerak? Har bitta davlatga men o'zim ishlab chiqqan sistema bor, yondashuv. Mana Qozog'istonda o'zini qanaqa tutish kerak? Magaziniga qanaqa kirib borish kerak? Avtomobil bilan qanaqa gaplashish kerak? Oddiy kichkina magazinchi bilan informatsiya olish uchun qanaqa gaplashish kerak? Importyor gigant bilan, setlar bilan qanaqa gaplashish kerak? Har bittasi bilan muloqot qurish usullari bor. Umid aka, oxirgi ekspertizosi qayerga? Mana hozir yuklaymiz, pechat uramiz. Xudo xolasa bu Rossiyaga, Yo'q, keyingisi yana bitta. undan keyingisi xudo xolasa Bolgariyaga. Qoyil, mana Umid akam menga yetib olgan. Bit Turkiyaga hali jo'natmadingiz, to'g'rimi? Yo'q, Turkiyada переговор bo'lyapti. Hozircha seryozni bo'lyapti. Bitta bilan xudo xolasa niyat qilib turaman, o'tgan maqsad kiraman. Mana men aytadigan narsam shuki, O'zbekka kirgan odam men 15 yilda bosib o'tgan narsani mana Umid akamga o'xshab uzoq 3,5-4 yilda menga yetib oladi. Shuning uchun hammaga aytaman-da, o'sha tajribali ustoz olsa, oka tezroq o'tib ketadi bunaqalarda. Hamma o'sha 15 yilni tezlashtirilgan variantida shu 12-chi, 13-yillik sekretlarni ham o'rgatganimiz uchun mana kirib qanaqa qilib informatsiya olishni yo'lini masalan Umid akam живой praktikada ko'rdilar delegatsiya. Men nima savol beryapman, nima davomman, kampirlarga qanaqa gapiryapman, yosh yigitlarga qanaqa gapiryapman, chiroyli qizlarga qanaqa gapiryapman, yosh katta erkaklarga qanaqa gapiryapman, odamiga qarab, o'shani kompaniyani katta kichikligiga qarab muomala qilayotganimni o'zlari iltimos qildilar deb borib menga analiz qilib berdi. Men ertaga masalan keyingi delegatsiyaga siz borsangiz, men hozir xolos Yekaterinburgga bormoqchimiz. Borsangiz masalan uje qadirib bormaymiz-da, ertaga yo'q menga Rossiya vaqtli deb bormaslik xato. Hech qaysi delegatsiyadan qolish kerak emas. Boshqa chet davlatga bo'lsa ham nimaga sizga portfolio yig'ib olasiz. Masalan, Kuvayt Abrorga kerakmidi? Kerak edi. Nimaga? U Kuvaytga sota olmaydi-ku через euro. Yo'q, u Kuvayt davlatida qaysi igroklar bor? Sovun bo'yicha, shampun bo'yicha. O'sha davlatga nech puldan kirib kelyapti? U davlat importyormi yo eksportyormi? U davlatda xomashyo nech pul? Masalan, Kuvaytga borib bu xomashyoni topdi-da, masalan, arzon ekan, Erondan ko'ra neft chiqadi, Kuvaytda xomashyosi zo'r ekan deb do'g'ri qilib masalan olib keldi. Ya'ni bilmaysiz sizda omad va rizqingiz qattaligini. Buni faqat Alloh biladi. Men bilaman degan odam u o'sha xato qiladi. Chunki Alloh aytgan rizqinglarni chochib qo'ydim, sayohat qilinglar degan. Ya'ni sayohat koni xazina. Ya'ni yurganingiz endi yana bitta sunnat bor ekan, hadis. Sayohat qilayotganda yolg'iz qilmayli. Chunki musulmon odam yolg'iz sayohat qilsa, shaytonni nimalariga adashib qo'yadi. Ya'ni shaytonga aldashiga, aldoviga aldanib qoladi. Deyilgan joyi ham bor, hadis bor ekan. Iloji boricha birgalashib sayohat qilinglar deyilgan. Ya'ni biznes delegatsiya, biznes missiya, hattoki prosta damogani Antaliyaga birga borsak ham, bu o'sha sunnatga muvofiq ish qilyapmiz. Nimaga? O'sha yerga bitta o'zingiz borsangiz, ko'zingiz o'tga betga chalg'ib qoladi. Yerda o'rislar bor, chiroylilar bor, masalanda. Lekin 5-6 kishi bo'lib borsangizchi, turuningdan namozga deysiz, ertalab bomdodga olib chiqasiz, to'g'rimi? Masjidda namoz o'qittirasiz. Ana dangasalarni ham tur qilib olib ketilinadi-da. Shu savobidan shular ham bahramand bo'lib qoladi, masalan, yotoqchilar, ashula eshitib yotadiganlar. Ya'ni jamoat bo'lib birga harakatlanish bu ham sunnat, ham barakot. Sayohat qilish mo'minlar uchun rizqqa terish degan. Keyin mana bizning o'zbek xalqining zo'r maqoli bor, o'tirgan bo'yra, yurgan daryo deydi. Bo'yrani bilasizlarmi? Chirib ketgan bo'ladi. O'tirgan bo'yra qamishdan to'qilgan, yerda titilib ketgan bo'ladi. Daryo nima u? Daryo suv, top-toza suv. Mana kir suvni ham ana oqizib yuborsangiz-chi, o'sha kir suv ko'l bo'lib turibdi-da, oqizib yuborsangiz 1 kilometrdan keyin ichsa bo'ladi. O'shanday kir suv ham oqqan toza bo'lib ketib qoladi. Ya'ni doim inson harakatda bo'lsa, u rizqini teraverar ekan. Bu bizning formula emas, bu Alloh formulasi. Ya'ni Alloh formulasidan boyish siri nimada desa, tadbirkor uchun bu. Oddiy xalq uchun emas. Boyishi, tadbirkor uchun boyishi, level up qilishi, keyingi levelga o'tishi siri bu jamoat bo'lib sayohat qilishdan boshlanadi. Umid akamni eksportda bunaqa yutuqlarga erishishlarining eng katta sababi rus tilida, ona tilidek gapirishlari. Aziz do'stlar, qadimda o'zbek savdogarlari eng kami, bilimsiz degani 4 ta til bilgan.
Bu qaysi tillar? O'zbek, turkiy, forsiy, arabiy va bu hamma o'zbek bilgan bu 3 ta tilni. Hamma o'zbek standart. Dehqon ham bilgan. 4-chi til yo slavyan tili, ya'ni rusiy zabonlar, yo misol uchun hind tili, yo xitoy tili, yo Yevropaning italyan tili, yo grek tili, boshqa birorta davlatni, ya'ni 3 ta tildan tashqari davlat tilini bilgan. Lekin shu 3 ta tilni bilgan любой savdogar Ispaniyadan Xitoygacha, Indoneziyadan bu yoqda o'sha Oltin O'rda, Rossiyaning Moskvagacha savdo qila olgan. Nega? Chunki mana shu islom hududlarida musulmonlar yashaydigan gigant yer sharining o'rtasidagi eng savdo qaynagan joylarda hamma yo forscha, yo arabcha, yo turkiycha gapirgan. Shuning uchun 3 ta til bilgan odamlar ona tilda gapirgan va mana shu tilmochlarsiz savdo qila olsanglar, sizlar eksportda tez yo'l olasizlar. Ya'ni 3 yilda $5 million eksportga chiqasizlar, predoplataga o'tasizlar, faqat predoplata ishlaysizlar va ishlab chiqarish quvvatinglarni mutakamga o'xshab kamida 4x qilasizlar. Nega buni qilasizlar? Chunki til bilish ham bunda rol o'ynaydi. Faqat til bilish deya olmayman. Zo'r переводчикка katta pul berib ham olib kelib qilishingiz mumkin. Lekin o'zingiz bilishingiz u baribir sal bir boshqacha. Men hamma tadbirkorlarga doim aytaman, rus tilini bilishimiz shart va rus tilini o'rganishni, tez o'rganishni juda oson. 3-4 ta yo'llari bor. Uni faqat o'zbek treningida o'zbek a'zolariga aytaman. Chunki buni ommaga aytib bo'lmaydi. O'zi kelganinglarda hamma mana birovning joyiga borsa, masalan, men o'zimdan pastroq уровеньdagi dash eksport qilayotgan zavodga, sexga borsam ham nimadir o'rganib chiqib ketaman. Masalan, nima o'rganaman? Miyamda mo'ljallab yuruvdim. Mana tomimni ochib, palon pul sarflab, oynani qo'yishni, plastik oynani. Shu stoyitmi, ne stoyitmi deb rasxod qilish yo'q. Men u narsani bilaman, u 20 yildan beri, lekin qilmayapman. Nimaga? Buni qaramay hech kim qilmayapti-yu, demak u ne stoyit, palon pul sarflab erinchoqlik bo'ladi. Mana shu odam erinmasdan keyingi safar ham kesinglar demoqchi emas, lekin foyda bo'ladi. Nimaga? Bir-biringlarning nimadir ustunliginglar borda, hech qaysi ideal inson bo'lmaydi. Hamma insonning bir kamchiligi bor. Masalan, men hozir hamma kamchilikni aytmadim, masalan, Umid akadan ham bir qancha kamchiliklarni ko'rib chiqib ketdim. Lekin nimaga aytmadim? Chunki uni egasi Umid aka emas. Ya'ni o'zi aslida mana любой ishxonada, производствоda har bitta siklli rahbari birga rivojlansa, baravar. Orqada qolmasa, o'sha kompaniya tez kuchayib ketadi. Bitta o'zi tortsa-da, qolganlar tormoz bo'lib sekinlashib yuraversa, haligi tortayotgan odam bechara belangi bo'lib, qiltillab, cho'p bo'lib yuraveradi. Ya'ni butun nagruzka unga tushib qoladi. Men aytmoqchi bo'lganim, har safar aktiv bo'linglar, kelinglar, o'rganinglar, chunki hozir o'sha mashq qilishga majburiyatda. Men lekin siz o'ngizda bo'lganimda, har bitta blok bor-ku, mana o'shani mana Guanjuda 50 yillik tajribali qolibchim, har bitta mana bor-ku, mana shu. Mana bittasiga qilgan, bittasiga qilmagan, bittasiga qilgan, bittasiga qilmagan edi. Keyin mana yaqinda borganimda har bittasiga qilib qo'yibdi mana shu. Polniy shunday. Bitta bo'lsa, yo'q, mana bitta 3 ta tunika o'tgan ekan. Is. O'rtadagisiga qilib chiqqan har bittani ichiga. Bo'ldi, tushundim. Juda ko'p yorug'lik kirgizyapti. Tabiiy yorug'likdan foydalanish kerak. O'zbekistonda 9 oy yorug' bo'ladi. 3 oy faqat yorug' bo'lmaydi. Shuning uchun mana kompaniyalarda, zavodlarda tomni mashtaka qilishinglar ham, ya'ni oyna, plasmas oyna qilishinglar ham katta effekt beradi. Tokdan normalniy tejab qo'yadi. Lekin hozir mana pul ajratdik. Sizda ko'rishdan emas, men hozir yana tasdiqlayapman. Ukamga hozir rasmga olib, erta video chiqadi. Mana 2009-yilda aytdim senga, 10da ham, 11da ham 3 marta aytganman, qimmatlaring. Mana ko'rding, qilganingda qancha pul oz cho'nchakda qolardi. Chunki mana qachon foyda qiladi tadbirkor, boy bo'ladi. Tadbirkor sotayotganda foyda qilsa boy bo'ladi. Siz mana hozir mashitda yorug'likni sotyapsiz. Lampochkalarga mana bu yerda yo'q, narada mana bor, bu yerga ham qo'yalyapti. Lampochkalarga elektrga pul to'layapsiz. Agar shuni hozir har bittasiga mana shunaqa o'tkazganlarida soat masalan ertalab 7 dan kechqurun 6 necha bo'ldi? 7gacha Umid akamning chiroyi yonmasdi. Hozir ham buni qo'yib, ham chiroyi yoqishyapti. Keyin yana bitta tavsiya, eski оборудованияlarni sotib olib, doim yangisini olinglar. Chunki yangi ishlab chiqarish qilayotganlarni qimmat оборудованияga puli bo'lmaydi, eskironi arzonga oladi. U to'ki ko'payib qo'yadi. Unga ko'p ishchi kerak. Unga ko'p remont kerak. Doim yangi оборудованияni, men katta kompaniya rivojlanayotganda yangi оборудование o'tirish kerak.
Yo biz asosan o'zi olsa yangi olamiz, eskini qilmaymiz. Yangi kirib ko'radi. Endi eski misol uchun to'g'ri aytyapsiz. Bizga qo'shilaman. Aziz do'stlar, bu birinchi marta полевой разбор qilishimiz. Bu hozir yarim polu полевой разбор, polu vizit bo'ldi. Birinchi marta qilganimizligimiz uchun ham vizit, mana endi keyingi safarlarda qattiq jang ketadi. Xudo xolasa. Endi kamchiliklar ko'raveradi, mana qilish kerak. tavsiyam mana hamma o'zbek a'zolariga mana shunaqa полевой разборlarda qatnashinglar. Chunki men hozirga aytganimdek nimadir olasizlar baribir. Nimadir ideya olib ketaverasizlar. Hamma bir-biridan nimadir ideya ovuradi, o'shani amalda ishlatib, faqat kuchayib ketaveradi. Umid aka, qatga endi bu. Xudo xolasa. Rossiyaga bormasdan turib eksport qildingiz o'sha. Xuddi shunaqa. Mana masha darajaga olib kelish. Bizani asosiy maqsadimiz bitta davlatga bormasdan turib ham eksport qilishni o'rgatish. Lekin bormasdan turib eksport qilishni o'rganish uchun oldin ko'p marta borish kerak. Xuddi shunaqa. Ya'ni o'sha biza borgan hamma davlatlarga borib tajriba, analiz qilish, gaplashish, переговор olib borish, ko'ndirish, narx to'g'ri belgilash, kimga diler berish, bermasliklarni to'g'ri gap o'ylab rejalab olish va o'sha bozorni upakovkasi, kamchiligi, tovaridagi farqlarini to'g'ri tushuntirib bera olish yo'lga qo'ygandan keyin u tadbirkorga o'sha davlatga borish shart bo'lmay qoladi. Boshqa davlatlarni o'zi qidirib kela boshlaydi. Hali biz Xitoy emasmiz, yo Turkiya emasmiz. Bizning davlatga chet ellik o'zi qidirib kelmaydi deb o'ylaysizlar, aslida unaqa emas. Mana Umid akam birinchi bo'lib, mendan keyin, Toyvaladan keyin o'zlari bormasdan Rossiyadan mana klientlar qidirib kelib sotyaptilar. Mana hozir Umid akam o'zbekka qadim odatlaridan bo'lgan, ya'ni yangi bir davlatga eksport yo'lga qo'ysa, bizning tadbirkorimiz, men shaxsan o'zim kelib, o'sha tadbirkor bilan birga bir duo qilib, potaqa qilib, keyin shu o'zbekka emblemasini shu eksport karvoniga yopishtiramiz. To'g'ri? Endi yana bitta narsa, 3 yil oldin eslasangiz, kelgansiz, 3 yil oldin Turkmanistonga eksport qildik. O'shanda birinchisi bo'lgan. Ana Xudo xolasa Rossiyaga ham chiqishni boshladik. Endi Xudo xolasa keyingilarida Yevropaga jo'natayotganimizda ham, okey, Xudo xolasa. Xudo xolasa. Bolgariyaga jo'natayotganingizda ham kelib yopishtirib berib ketaman. Umid akamning haqlariga duo qilamiz. O'zbekimning milliy brendlari butun dunyo bozorini egallasin deganlar izohladi. Umid akaga omad deb yozib qo'yinglar. Okey, bitta men emas, qolganlarni ham duo qiling. Menga o'xshagan shu tadbirkorlar hammasi boy bo'lib ketdi. Allohim, O'zbekistonda ishlab chiqarish qilib, shu mahsulotini dunyoga eksport qilayotgan barcha o'zbek tadbirkorlariga Alloh omad bersin. Biri 10 bo'lsin, 10i 1000 bo'lsin. Har yili 10 ta fura sotayotgan bo'lsa, kelgusi yili 50 ta, 100 ta fura sotishni Alloh nasib etsin. Umid akamning tijoratlari ham barakotlanib, nafaqat Rossiya, SNG davlatlari, balki Yevropa, Arab davlatlari, hattoki Hindistonga ham sotishni Alloh nasib etsin. Amin. Alloh. Qani Umid aka? Bismillah deb. Bismillahirrohmanirrohim. Alloh barakasini bersin. Shu Turkmanistonga yopishtiruvdim birinchisini.